Yadım düzey Muhammed'den bir karıntı karı çapkanda etüpsüz anakşına. Karız çepiş işletken karız çırığını 20-30 yıllardakin yana karızın asıda kayıt yandırdık. Yel boyu akar oyna Zebzila karı suyu Şuna qıp kalbin karızın suyun teğimdim cıxıldı odayda karızını uzartıp boyluqtımı ötküzüp goçun qabrıda edip bir çepe qıptım ha qo'llarim qiqilib turdi o't chaqnab uyaladin mush pochilardan chep ketmak 7 kilometr uzunluqda 90 metr yani tigidi mushunchalik tosh mushuncha soy yani Ülkem sizce bu halimiz öyle. Bu çağrıcılık çoğalap buçum olayım diyenden bir erak çapsınız oraya aldı diye bir 2 metre çapalamsız çapamayısınız. Aslında ki burun kıla bu layını süvettim maynak küdürüp bana patamdı bu tarihiydi. Ben gel. Akım kama. Aklımız vardı bence. Buçum uğramayam ne bu karızına. Eştapların Bu yağmurlu. Kâle çıkan bir şey şunu. Buna Karızındaki en üstte 7 kilometre yeri Meldin, Yalpıntak qarab, Şimal qarab 7 kilometre çıkılan yeri. En üstte bir şey türeydi ki. Buna. Milyonlar kümülün sevgisini Zebzilal karısı. Oy, siz kir kaldınız mı? Yaxşımsınız, o alamet yasıvetipsiz bir yerler Siz yadım düzey Muhammed'den bir karızın teki karız çapkanda etüpsüz anakşına. Ben özümün karızı alaydı, işkim bağlamasın beni ama. Bir kere çep bakma içide. Karızın suyunu içip çoğungandık şundak mı gidip koyuldu? Bilen çep bakkamız bir iş var şeyde ha. Çep bakkamızsan yüzem putuğu çep bakmaydım çapmagan şu. Ben oturama isil orunduqlarda. Oy, bu nimigen tabii bana hem biz aşı mahallede oturup paranlaşkandık. Paranlaşılgan bolduk da siz ular ha. Ha, gazırların bir eğer çekşet bakınca. Oho, mana gazırlavadan ha mana. Vay. Otur, aşağı oturma. Bir şey otasak mı olam da? Qanç pul kesin bir gün eğer miymak bakırsın. Kaç bu? Qara muş karız degan filmni ishlab. Ben oy. Az qalыңыз көзге sağılın. To'liq tugash bo'ldi deb ko'zimda turibjon. Shuni ona bir karız degan film ishlab chiqib turpandim men Urumchiga chiqqan, Davanching, Podsaqol kagichang bog'liqda nim naqshni ishlatsam eng muvofiqdir deb. G'ayronman meni bir misra va karız 5ga kelsam jujamdan chiqibdi. Lekin o bir misra bilan u qolgandek karız chepishning jafoliqligi, karizning ichki muhit u bu manzirini ifodalab berolmaydi-da. Kim yozgan bu bu she'rni Muratjon bu? She'rlar jiq karız to'g'ri, lekin naqshini men anglab olmadim kim rostga. Tekstni Muhammad Niyaz degan akimiz yozibdi. Oy, rahmat. Muhammad Niyaz akimiz. Ha, Muhammad Niyaz shoirim akimiz va turpanda. Siz deyman Muratjon. Ha? Bu karız tushib birat chukli chapqan bo'lsangiz bu karizning ichine. Mana ulan. Oo, bu nereden topdunuz ey? Siz bu bularni uqmay turib karız yutib naqshatgan bilan men yig'mamayman. Buni chapqan bo'lsangiz qancha gesiyat qayta turdingiz deyman. Voy, uni bir demak biz ham keyingi avlodlar o'g'aniga naqshini o'sib aytib qo'yildi deb buni o'zimiz chapqolmagan ekanmiz. Voy, buni nima deydi ekan buning ismini? Cho'kilik. Ha, bu karız suyi tizildan bo'lgan ekan. Ha. Pochini ishlat, pochini tamışı dedik ekan. Mana chapqan ishildir ekanda. Karizning tigin chapqanda uzun bo'lmasa cho'ltoq suv chechirab. Shunga mana Qizilbat qo'tam dumshug'dek uzun qilib suv tegisimi, loyiq tegisimi chechirmayman uzun. Oo, burunqlar degan kallas ishlagan shu vaqtda. O cho'kilik. Bu eg'irligimi qilib ekan juma buni. Shun chapqon bo'lsangiz asli bu cho'kilikniga karizning ichida. Anondekin toza hesiyat. Loyan qilgan qiynalgansa qachon? Bas u tas keldi, o chaqdimi? Siz 20 yıl burun naqshatganda buni jeb baxmayam 20 yildikin kütürot bo'ladi qo'y eg'ir bir narsa. Bo'ldi, endi o'zim ko'tarib olay yani. Endi o'zim ko'tarib olay buni. O naqshni aytgancha qachon jeb baxmagan kim bilan cho'kilib karizning ichida qiynaldingiz qachon? Esiyat topamay. Ha, u naqshni aytish jarayonida tas keldi. Shu
hissiyatga kirib bulamay usat qiynalib qoldi To'sron sol akimiz ukam sen shuni toza shu qarizningki nimalarini ko'z oldinga akab turib achib botgandek qarizni zadi shu bir xil mehrini berib turib essan hissiyatga chiqdi degan Rasul akimiz ona degan bilan siz hayotingizni 90dagi jujak kariz, limon kariz, kavu kariz, aqishak kariz birsi tushib olmagan tursin ha. Qayoqlab borgan chaqlar ancha-muncha o'ynaganda shu vaqtlar O'ynagandan ketib tursa o chep baxma. O chep baxma. Tasda hamdi o. Shunga shu hissiyatga kirib turib bir amallarni qilib aytdim. 2 kun loyon qildikdan buni 2 kun aytgandan keyin azroq joyini topdi bu. Hissiyatga kirgandan keyin ustozim bo'ldi dedi. Xalqimiz buni yoqtirib angladi deb o'yladim. Mana sizmi sizning nazaringiz tushibdi bugungi kelgan mana film sabablik. Aş ko'rinishlarga uchun buningdan o'ta bir naqshi ham topolmadim. Ham tunji qatim bo'lish mumkinmi? Ana baxim bir kariz to'liq yani tekstli karizga bog'lanishlik bo'lgan naqshi muzikincha naqshini. Ko'rinishi Doyunun özde 2 milyondan aştım şapta. Bu mu sizden? Isın ketgende ko'rinishlar naqshi o'zaro. Bu mu sizden qalbingizda mana hisobda? Qanday meni qalbim bo'ldi. Asli japat atib qalbi ko'rganmiz. Shu suratlarni shunchalik shuna yoritib bermagan bo'lsangiz ko'rinish bo'lmasa, naqsh bo'lmasa, naqsh maskamsa qaram ko'rinishni so'rmaydi ekan. Ana xusum naqshi bu Muratjon, mana ishildi olmayman bekag'lar. O shunda bo'ldi-da, albatta. Siz bir narsa berish xiyolingiz olmaydi. Shu gazirlar bo'lsa dedi. Rahmat. Men japat etib, bu naqshlarni loyon qilib, necha kun katta qilib yezish, she'r yezish hisob qilsak qo'l oz vaqt emas. Dan bir xil o'qalikacha ishiltaylar o'rg'anga. Ha, ya xalq yoqtirib anglisi bo'ldi. Burunqidek desat qilinmagandek hozir biz shu japat tayyorlaydi ekanmiz. Xalqqa yaxsa bizning arzuqimiz shundan chiqdi ekanmismi? Sizmi shunday qo'adatda? Siz shunday japoda tatisiz, shunday japolik sharoitlarni ko'z tutasiz. Xalqimiz yoqtirsa, o japolarni unutilib ketadi ekan. Xalqimiz yoqtirsa bo'ldi. Hamma gazir xozini yonjog'imizda saqlaydi. Voy. Ben adam to'plashgan bir son markada qo'ysangiz bo'ldi meni. Kitapların